Assalomu alaykum hammaga, yaxshi kayfiyat. Biz sizlar bilan yana bitta yangi loyihamiz taqdimotini qilamiz. Demak, boshladik. Bu loyihamiz nomi Hujjat AI, hujjatlarni avtomatik to'ldiradigan sun'iy intellekt. Keyingi muammo, odamlar hujjat to'ldirishda adashadi. Bir xil adashadi yoki boshlang'ich kompyuter savodxonligi bo'lishi shart. Bir xil ma'lumotlarni qayta yozadi. Davlat xizmatlarida vaqt yo'qotadi. Xatolar sabab hujjatlar qaytariladi. Yechim: Hujjat AI har qanday hujjatni avtomatik to'ldirib beradigan platforma. 1 daqiqada tayyor hujjat. Qanday ishlaydi? Hujjat turini tanlash, ariza, CV, shartnoma, savollarga javob berish, ism, maqsad, sana, AI integratsiyasi va yuklab olish, PDF yoki Word. Query funksiyalar: AI generator hujjatni noldan yozadi, template bazasi, tayyor hujjat formalari, avtofil oldingi ma'lumotlardan to'ldirish, multitil o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarni qo'llab-quvvatlaydi ekan. Zamonaviy yondashuv, rasmga tushirish, AI to'ldiradi, integratsiya, davlat tizimlari bilan ulanish, smart assistent, hujjatlar maslahatchisi, legal AI shartnomalarni tekshiradi. Kimlar uchun? Talabalar, ish qidirayotganlar, tadbirkorlar va davlat xizmat xodimlari uchun. Daromad modeli: Premium B2 oddiy hujjatlar bepul, Premium murakkab AI tekshiruv, B2B API va HR tizimlari bilan integratsiya, API va HR tizimlari bilan integratsiya. Xo'p, MVP Geardan boshlash. Talabalar uchun hujjatlar: ariza, CV, oddiy shartnoma, katta vision, digital ID, avtomatik soliq, biznes ro'yxatdan o'tkazish, time saving va engineer legal stipulations. Rahmat. Demak, shulardan iborat edi prezentatsiyamiz. Bu loyihani amalga oshirish bo'yicha kim homiylik sarmoya kiritmoqchi bo'lsa, biz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.